7 ming ko'yliq mashina haydab 3 sariqlik 3 oyning oldida Shinjongdan qo'zg'algan o'zinglar bilasizlar. Bu safarimiz hozir mana 3 oy bo'lay deb qopdi. Gonjolarga bordik, u yerda bir aql tijoratlarni qildik. Ham hozir turayotgan yerim bo'lsa Sanya. Ham nimishki bu gapni boshlab qoldim degan chaqda ham nurg'un odamlar qo'lladi. Aş 7 ming ko'yliq mashina haydab mushkir o'lka kelmas degan chaqda nurg'unlar qo'lladi. Aslanki mush g'ayratinglarga apirin deb yo'lladim, nurg'un qo'llashlar bo'ldi. Biroq ma'lum bir qism odamlar sal tushunmagan bo'lib qoldi. Nimaga deganda sariqlik degan nimish sariqlik deysizlar. Sizlar sariqlik demasanglar sizlar sariqlik emas qo'y deydi. Bu sariqlikni deyishdagi sabab bor, maqsad bor. Men sizlarga bir tushuntirib qo'yay. Yurak berib, ketib elib, oxirigacha anglashib qolmanglar. Hamda o'zinglar ko'ryapsizlarmi atrofimdagini? Egiz binolar, chiroyli manzaralar. Bu yerlarning hammasi bizning noyalarda yo'q. Bu yerga nisbatan qancha biz ras bir sariqlik, bu yerning taraqqiga nisbatan qanchada biz sariqlik olmaydimi? Bu sariqlik deyishga maqsad birinchidan bu sariqlik deganni o'zinglar bilsa, yezlardan chiqadi. Bu yezlik odamlarning hammasining ko'ngli oq. O'zining belikining kuchiga tayinib iqtisod kirim yaratib, o'zining oila turmushini qandaydi. Bizmi o'zimizniki kuchiga tayinib, o'z oldimizga bir ish qilaylik deb bu safarga mandoq. Hamda biz o'zimizning noyisini mushtaq qilsak bo'ladi, qilayotgan. Nimish kishkir o'lka kelib mushtaq qilsizlar deb o'ylashingiz mumkin. Shu yerda qilsanglar o'xshash qo'ydi. Bu yerda balkim taraqqiyotning fursati jiq bo'lishi mumkin. Har xil yangi turdagi yangi ishlarga ishtik yo'l qolaymiz. Shu orqali o'zimizni qadmasat ish tiltalamiz. O'zimizning turmushdagi yaxshiroq bo'lib qoladi deb kuchayapmiz. Agarda biz shu uydan qo'zg'almagan bo'lsak, bu yerlarga balkim qachon kelamiz, shu fursat bormi, yo'qmi, kim biladi. Biz mushu nol holatdan hozir holat kelish uchun nurg'un javr japalarni chekdik. Bundan keyin ham davomli qoldi, o'z kuchimizni tayinib, ya'ni o'zimizga xos, o'zimizga mansub bir ishlarni qilaylik deb kuchayapmiz. Unda bo'lsa diqqatinglar davomli biz sariqlikda bo'lsin, biz sariqlik cho'qim sizlarni umidinglarni yerda qo'ymaymiz. O'zimizning umidini yerda qo'ymaymiz. Unda bo'lsa qetilish unutib qolmanglar, davomli qoldi.